Alanga necha pul qoldi bu aka bugun? 2 mingdan. Bular 2 mingdan hamma ham bor-chi? Qana kerak aka? Bular 2 ming so'mdan qani? Qanaqa setma ko'chat? Ko'chat. Bular 2 ming so'm. Bo'lishini aytib bering aka. 2 ming. Chetib berasiz? Lazim necha pul bor lazim? Hozir 20 ming. 20 ming so'm. 18 dan qiladi, qolgan kiloga. Necha pul olyapti hozir aka? Necha pul olyapti? 13,5 dan olyapti. 13,5 so'm. Hozir ekan, Aka mas'ul ko'xom mana. Bu avjida bu bola avjida buguni. Odotiniki ekan. Mana. Saydilloqlardan mahallasidan ekan, Uyg'urdan ekan. Yo'ldan aka. Ha, Bo'ldi bo'ni. Bola kichigina ham, u bola ancha mahkam ekan. Ko'p tegmasin, bu ham zo'r. menga Ular men susroq xardori, lekin narx-navo juda arzon narxlarda ko'rinmas ag'rida video yozib bugun bozor yo'q bugun. Lekin yurishlar narxi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilar, sizlar bilan ekran orqali diydorlashib ko'rish turganimdan g'oyat xursandman. Bugungi videorolik Andijon viloyati Oltinko'l tumani Ko'makay majmuasidan bo'lib, hafta kuniga xudo xolasa yashaganmi? Kunimiz xayrli o'tsin deb 2025-yil 9-mart bozor bor, bepoyon dalada bozor qaranglar. Dehqonlarga rahmat deyish esdan chiqmasin. Bugun narx-navo o'ta bomba bo'ladi. Shanoringlar bomba. Bunlar alangalar zo'rlar uni 2013 ming ketdi. O'zim narx-navoni tekshirib ko'rdim. Faqat like bosib obuna bo'lish esdan chiqmasin. Sizlar uchun mana xizmatdamiz. Xudo xolasa bozorimiz o'ta katta bozor. Qo'ldan kelgancha afzal qilishni boshlaymiz. Yoqqan bo'lsa like bo'lsa kommentariyaga zo'r deb berib qo'yinglar mana. Biz videolarimizni boshlaymiz. Bismillah. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Sog'lar, charchamasizlar. Alangalar necha pul bor aka? 13 ming. 13 ming kami ham bor-a? Ko'rsak bo'ladimi? Bormi? Qanday siz savdoz yaxshimi? Qanday Xudo xolasa bugun bozorlarimiz arzon haqiqatda. Bepoyon dala bozor. Qani aka? 13 ming deganingiz? 13 ming so'mdan mana mana. Mana 13 ming so'm mana. 10 mingdan. 10 mingdan ham bor. Nomi qanaqa buni? Guliston. Lazerlar necha pul bo'lyapti? Lazerlar 20 ming so'm kelishtirib. To'ylar bo'lsa mana xizmatda mana lazerlar arzon. Necha pul dedingiz? 20. Kami ham bor. Bo'lishini aytib bering. 19 ming. 19 ming beriladi. Telefon nomerlar aka? 33lik 407 20 20. Aloqachi xudo xolasa bozor kelsa real ismingiz nima edi aka? Sherzod desizlar hamma taniydi. Real ism qilib savdo qilaverasizlar mana. Buni 13 ming bo'lyapti alangalar. Assalomu alaykum. Necha bo'lyapti alangalar aka? 13 ming bo'lyapti. 13 ming so'm. Kami ham bor. Kamaytirib beramiz. Kechkini bilasiz. Qanaqa bu nomi? Alanga kechki bu. Kechki, muzrangmi? Muzrang. Muzrang bular. Ular oq. Ular oq. Doni giri ekan bularda aka. Ha, Qo'ylasizlar mana, doni giringlar, ko'chat aka 13,5 ming. Xayri bor. Necha pul qilib berasiz oxir bo'lishni aytib Ularni qopga 13 ming qilib beramiz. Bularni 12,5 qilib beramiz. 12 qilib beramiz. Xudo xolasa bugun bozorlar arzon, hamma bor, cho'ntak bor. Dehqonlarga rahmatingiz esdan chiqmasin obunachilar. Aka telefon nomerlar birozmi aytib o'tsak bo'ladi? Aha. 387 Aha. 15 31. Aloqachi xudo xolasa akamiz ham arzonchi akalardan. Tirikchilik, dehqonchilik. Tirikchilik. 4 so'm qo'yib sotadi. Ismingiz nima? Ubaydillo. Ubaydillo desalar, xudo xolasa bozorni to'g'rilaverasizlar. Ustiga kelib ham savdo qilaverasizlar bemalol. Nomerlar aytib o'tdik. Necha puldan bersiz aka alangalarni? Ha? Alanga necha pul berdingiz? 13 ming. 13 ming so'mdan berib olib alangamizni mana. 13 ming so'm zo'rdan qopdi, savdo qilishyapti-ku. Necha bo'lyapti alangalar aka? 13,5 mingga 13. 13,5 mingga 13 ming mana? 13,5 ming so'm ekan. 13 ham bo'lsa? 13 dan qopga berilibdi, xudo xolasa. Dehqonchilik, tirikchilikmi? Tirikchilik aka 3-4 so'm qo'yadi. Yaxshi narx. Chiroyli yurishlar ekanda, bunaqa yurish. Menimcha mayda bozorlar chiqmasa kerak deb o'ylayman yana, lekin zo'r yurishlar ekan alangani. Giringlar o'ta. Aka telefon nomerlariga qiziqqanlarga. Aha. 615 58 66. Xudo xolasa aloqachi qo'lasizlar. Ismingiz nima aka? Nosirjon. Nosirjon desalar, bozordan topib olaverasizlar. Ustiga chiqib ham, ustida kelib ham realni savdo qilaverasizlar mana. Egalari yo'q ekan, bu yoqlarda, ularda egalari yo'q ekan. Qora aka necha pul ekan alangalar? Necha pul? Ayam bor joniga kulyapti. Necha pul?
O'ttinchi bola shu bola. Oldingizlarga. So'rapam yurishing. Yo'q. Uyatishyapti bular. Sizlarning videomiz. Necha bo'lyapti bular? Oq tezra bular? 30 ming kam bor. 30 ming so'm kami bor oq tezralar. Mo'lar ham 60 ming kam bor. Oq tezralar. Mana. Tabiiy. Qaysi bu? Bular oq tezra bu ham. Aha. Bunni bizda oq tezra qora qiltirib. Oq tezra qora qiltirib Bular ularga 65 ming kam bor. Bular 60 ming kam bor. 60 ming kam qalanganlar. 13 ming kam bor. Aha. Bular ko'roy, mo'lar ko'chat. Bular ko'chat, bular eski. Telefon nomerlar aka. 94 Aha. 414 1034. Aloqa Xudo xolasa bolalar har hafta chiqadi. Ismingiz nima edi? Farruh bey. Farruh bey ekan. Farruh bey desalar bozordan topib olaversa qidirib, Xudo xolasa birovni orzu qilishga kelaverlar joyga. Assalomu alaykum. Opes kelsa opes nima qiladi? Bo'ldi. Bo'ldi. Necha pul alanga aka? Alanga yaxshilari. Assalomu alaykum. 14 ming beryapmiz aka. 14 ming so'm beryapsizlar. Yurish ham yaxshi ekanda, hiylovlar. Behijolat. Hijolat deyapti. 14 ming so'mga o'ta go'zallari. Narxi Xudo xolasa bu yaxshi. 24 kilo aka. Realni sotyapti 24 kilo, 14 ming so'mdan. Aka. Necha pulga dedik? Aka telefon nomerlari, mashhur nomeringizni aytib yuboring. Mana shu nomer 99 435 3162. Aloqa chiqsaversinlar. Chiqishaversin. Bozorga kelib Realni savdo qilaversa, Umidjon desalar taniydi hammasi. Bo'ptimchilar aka. Aka necha pul bo'lyapti alangalar? Alanga yo'q. Tezrami necha pul bo'lyapti tezralar? Pulpocha bilan? 50 mingdan 70 ming. 50 ming 70 mingga alanga tezralar. Xohlasa bu yil yurishlar yaxshi bo'pti. Necha puldan berib yuborsiz tog'alanganlar? Assalomu alaykum. 12,5 ming beryapti. 12,5 beryapsizmi? 12,5 ming so'm obunachilar mana. Qaytdiki bu? Teshtoshdiki. 12,5 ming so'm o'zimiz andijon Teshtoshdi vodiydiki. 12,5 mingdan qopga berdingizmi boshlig'i? 12,5 ming so'mdan qopga berishibdi. Xohlasa arzon narxlarda. Xizmatimiz kelmadi. Narx savdo bo'lyapti. Gap qotamiz. Aka necha puldan berdingiz? Alangani. 12,5 ming berdik aka. 12,5 ming so'mdan berilibdi. Bu ham qaytdiki bu nechta aka? Teshitoshdiki. Teshtosh bilan teshtosh ekan. Xolos osh yaxshi chiqadi bularda. Zo'r. Dehqonchilik tirikchilik. Dehqonchilik realniy akamiz dehqon ekan, dehqonchilik qilyapti. Telefon nomerini aytib qo'ysak bo'ladimi aka? Qiziqadi. 95lik 060 34 37. Aloqa Xudo xolasa akamiz dehqonchilik. Tagi bor ham bundan ko'p olganga. Bor. Tagi bor. Aloqa chiqarasizlar bemalol. Necha puldan bo'lib ketdi aka? 13 ming so'm. 13 ming so'm. Qaytdiki bu aka? Cho'maga kulyapti. Cho'ma iz bosgan, a? Cho'ma iz bosgan. O'zimiz vodiy yurishlar. Dehqonchilik bu yoqlarga. Dehqonchilikmi aka adashmadim? Dehqonchilik. Dehqonchilik. Telefon nomerlar aka sizga. 90lik. Aha. 549 97 45. Aloqa Xudo xolasa akalarimiz ham deyib 13 ming so'mdan qolib berganga sal tushib berasiz yo'li bor. Tushiramiz. Aloqa chiqarasiz. Bular egalar yo'q shekilli. Egalar yo'q aka. Obunachilar bugun Xudo xolasa buni aytib 13 ming ekan zo'rlar. Aytib 13 ming so'm. Necha pul olib ketdi alanga aka? Necha pul olib ketdi? 13 ming alanga. 13 ming so'm. Kami ham bor. 13 ming so'm. Zo'r. Bo'ldi hozir aka. 13 ming so'm. 5 tonnasi bor. 5 tonnasi bor, a? Nima qilaverasiz? Telefon nomeri aka. Telefon nomerlar. Menda telefon ishlatammi? Ishlatmayman. Sayyoz odam. Bo'ldi. Telefon yo'q ekan. Lekin 5 tonna bor deyapti. Siz topaveradi, nomeringizni bering. Bo'ldi. Bozordan olib beraverasiz mana. Teshtoshni guruchi. Guruchni shikalati. 10 mingga qo'ydingmi? Necha pulga qo'yding? 13 ming. 13 mingga, 13 10 ming. ming. Yo, apani ham olib ketadi yo'lda buni. Sizniki qayerda aka? Eshakka gular. O haligi. Ha, mana buni arzon qilib beraveraman. Aha. Necha pul bu aka? Voki 12 ming so'm chaman guruchlar mana. To'g'ri, o'ta yiriklarda, o'ta O'ta go'zallar. buqasi mana shu. Oshi o'zi mana endi sabzi piyozni qozonga irg'itib qo'ysa o'zi qaynatib olaveradi guruchni o'zi, oshib qoladi. Manzil o'ta shirin narsa. Javob beramiz deyapti. Telefon qilaveradi. Mashina 12 tonna tayyari bor ajvozda Aha, hozir. qiziqqanlar 12 tonna tayyari bor edi. Tayyar bor, telefon qilaversin. Chaman ekan qaranglar. Guruch. Eloyi baho berib qo'yinglar bir. Elov, 1 elov guruch mana. 12 mingga arzonda aka. Arzon. Ikki bozordan beri arzon bo'lib ketdi. Go'sht narxi nechta egasiz? Go'shtni
Go'sht narxi narxi oshib ketgandi. go'shti narxi 115 ming so'm bo'lib qoldi. Bekar yedi bu aka. Bu guruch Hozir bekarga. dona misol 7000 bo'lyapti, 7000. Sabziga 50 bo'lib qoldi. Ha. Mana olib yeb maza qilib olasan. Ha. Bir yil mahnaqa bo'lyapti arzonchilik. Telefon nomerlar hoji aka. 94 387 15 31. Aloqa chiqilasiz. Ismingiz nima? Ubaydullo. Ubaydullo desa, bozorda realniy to'g'rilaverasizlar. Xohlasa Dastlabkasi ham bor. kelgan odam norizo qilmay dastlabkasi bor. Bozordan turib olsanglar dastlabkasini qilib beraveradi. Beraveradi. Behijola. Hozir chiqsin kerak bo'lsa. Hozir aloqa chiqaverasizlar, akamiz har hafta 15 chiqadi. ming narsaga ham turib beraveramiz. Bu yaxshi odam bo'lsa narsaga qilib beraveradi. Xudo tanisa bo'ldi. Bo'ldi aka. Tanijoni sog' bo'lsa aka. Ota-onasiga duo qilish esdan chiqmasa, akalar rahmat esdan chiqmadi. Shunchalik aka. Akalar shunchalik chiqish ham oson emas mana. Ishlar. Nech pul berib oldingiz? Hozirga alangalar. Nech pul berib oldingiz? 13 mingdan. 13 ming so'mdan berib olishdi alangalar mana. Arzonlar. Sog'lik so'rayapti. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshi qachon? Rahmat. Nima bo'lyaptimi? Qanaqasini olib keldik obunachilarga aka? Sho'roniki mana akamiz. Somor bo'lib qora qilib Aha. turibdi. 75 ming. 75 ming kami. Yo'lda Nexon yo'lni tushib beramiz. Beramiz. Siz nomingizdan kelsa, obunachilar uchun mana bu bepardozimiz ham zo'r mana. O'ta go'zal narsa. Bunaqa bo'yalmaydi, ranglanmaydi holati bilan. Chiroyli narsalarda-da. Parhez uchun ham arzonroqlarimiz ham bor. Nech pul farqi mana? Chaqirib 35 ming. chaqirib odamlarni tavsiya qilasiz. odamlar uchun haligi Ishonchli. ishonchli bo'lib ham ichi oqqosh bo'ladi-yu, lekin cho'zilish manzili hamma tomonimiz zo'r. Xohlasa joy. Sho'ron yurishlarini, Sho'ron nomer 1 deydi-yu. To'g'ri. 35 ming bu, 75 ming bu nech pul mana? 60 ming. 60 ming so'm buchi. 50 ming. 50 ming so'm. Alangamiz bor ho'ja aka? Alangani mana. Nech pul alangan? Ashlab qoldi. 13 ming so'mda? 15 ming. 15 ming. Bular haligi qonida oqi yo'q, kechki mang'iz ishirin. Shirin narsa. Bularimiz 14 ming so'mlar. Aha, kami bor. Siz kamini qilib beramiz. Kamini qilib beraveradi. Aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa. Mastava shalaga ham bor. Ho'ja akamiz biron norizo qilmaydi. Yaxshi narsa Sho'ron qilamiz. yurishda yaxshi narsa, lekin har doim pul bo'ladi, to'g'rimi ho'ja aka? Yaxshi narsa har doim pul. Telefon nomeri ho'ja aka endi ya'ni. 90lik 210 35 01. Aloqa chiqib, xudo xolasa ismingiz nima? Maribjon desalar bozordan Bizdan bemalol. beraveradi. Qayga? Bozordan Maribjon desalar bemalol hamma taniydi, Uyda ham bor. olasizlar. Ha, uyda ham bor. Bozordan chiqib ustiga kelib savdo qilaverasizlar, Maribjon desalar. Ko'p bo'lsa dastakasini qilib beraveradi mana. Xudo xolasa. Nomdan kelsalar vaqt tushib beramiz. Aha, uyda kelsalar tushib beraman deyapman. Obunachilar Bu bratishga hormay. Assalomu alaykum. Holimiz yaxshi. Obunachilar yaxshimisizlar? Nima gapki? Zo'rlar yegan aka Ana, uydan ana. asardiga Bo'ladi, faqat asartiga bo'lib qoladi. Yursan shunday tortib. Mana aka zo'rlar. Shunday mana ketaverasizlar. Kimga nechi qop, kimga 10 qop bo'lar ekanda bu jana aka? Xudo xolasa aka. Qani zo'ri. Salom jo'q qilamiz. Bu yaxshi bitta. Kavayiga ana bo'lmasa. Mana aka mana. Obunachilarga mana aka. Qani? Vah. O'ta go'zal. Nech pul? Aka bu tishga solsa tishni sindirib yuboradigan yurishlar bu aka. Ko'targanda Suv ko'taradi aka, yog' ko'taradi aka mana. puli qiziq aka. Qimmat aytmaydi. Biz yo'lyapmiz aka, o'ynishdan olib borib eshik tagiga tashlab kelamiz aka yurishda. Ko'p bo'lganga qanaqa berasiz? Ko'p bo'lganga aşağı beramiz aka. Oz bo'lganga aşağı beramiz aka. 5-6 qo'shnilar yig'ilib misol 10 kilo olsangiz 2 kilo ketadi, to'g'rimi? Anaqa kelganga olib borib beraveradi mana. Yana Mana olib kelganmiz, ana. olganmiz. Ana bo'lmasa. Yordamchi 11-12 kilolanganlar bormi? 12 yo'g'i 12 ligi bor mana, to'g'ri. Ko'rsating-da. Ko'ring mana. Akhir qo'yishingizni qarang-ku. Mana. 12 ming so'm. 12 ming so'm. Kami bor. Bor, qilib beramiz. Kamini qilib beramiz. Tezra-petralar ashina. Tezralar mana aka, xudo xolasa ana iptolli. Sahallilarga. Sahallilarga xudo xolasa zo'r aka mana. O'zimizning mesligimiz ham bor mana aka. Nech pul bu? Mana aka 50 sotyapmiz aka, 40 dan beramiz. Buni eshitmay qolsin-a, undan Birov eshitmay qolaversa aka. Lakda bom mana. Mastava shavla yeyishaveradi. Buni aka xudo xolasa 11 sotyapmiz aka, 10 dan beramiz aka. Alijoni so'g'ish. Bu bola ham bitta ota-onasiga duo qilish esdan chiqmasin mana. Ko'rasizlar. Xalq xizmatida yuribdi-ku. Telefon nomeri aka? Telefon nomerlar 94 903 67 37. Boshqatdan bitta vaqtlar. 94 94 903 67 37. Xudo xolasa aloqa chiqaverasiz. Ismingiz nima edi?
Bey. Yusuf Bey desalar bozordan qatorib topib olaverasizlar. Bozorda oxirida turadi. Oxiriga. Oxirida kelaverasizlar. Ko'rasizlar. Mana. Cho'g'on arzon chukog'on bemalol birovni orzu qilmaydi. Qanjoni sog' bo'lsin aka. Sog' bo'linglar, like podpiska esdan chiqmasin. Bo'ldi. Hech puldan berib yuborsiz aka, alangani. 13 ming so'mdan, 13 ming so'm deyapti-ku. Hech pul olib qoldi aka alangani. Alanga 13 ming bo'lyapti, ko'cha. 13 ming so'm ko'cha. Kami bor-a? Yo'q, kami yo'q aka. Ashnaqa beryapsizlar. Bugun narxi 13 ming 12 ming ekan. Yaxshi bugun. O'ta go'zal narxlar. Bunaqasi faqat Ko'makay bozorida bo'ladi, boshqa bozorlarda bo'lmaydi. Eshitib maza qilib, tomosha qilib, layklar bo'lsa esdan chiqmasin. Obunachilar. Hozirga telefon nomerlari. 88. Aha. 997 4515. Aloqasi xudo xolasa, yem nechi pul? Yem 2000 so'm. Yem 2000 so'mga aloqa chiqolasa, yem ham bor ekan. Nechi sotildi alanga o'zi? 12,5 ming so'm sotdi. Hozir buni olani 13 ming sotyapti. 12,5 ming so'm, 13,5 ming so'm bo'lyapti ekan. To'g'ri bilasizmi? Bu 13 ming so'm. 13 ming so'mga alanga ekan. Yaxshi yirik donlar, yirik ekan. Telefon nomerlar 94lik 563 95 95. xudo xolasa aloqa chiqarsa, birovni orzu qilmaydi akalarimiz ham. Chunki videoni qisqaroq qilib olyapmiz, o'g'il ketyapti. Nechi pul beryapsiz aka? 13 ming 13,5 ming so'mdan bugun bo'pti. Narxlarimiz so'rovga ko'chatalar. ko'chat alanga deyapti mana akamiz. Yaxshiga o'xshayib yurich. Dastasini ham ko'ring. Dasta. Nechi pul dasta? Dasta 14 ming. Dastalar shirin bo'ladi deyapti. Oxirida bor. Nechi pul oxirida aka? Oxirida 25 ming. Alangani oxiri nechi pul beramiz? Alangani 13 ming so'm beramiz, 13,5 ming so'm beramiz. Kamini qilib beramiz. Telefon nomerlar aka. 95lik. Aha. 020 Aha. 13 11. Aloqa xudo xolasa birovni orzu qilish yo'q. Galamizda. Bu kimdan ekan bu? Nanda nechi pul ekan aka? 13,5 ming. Kami nechi pul oxiri? 13 ming. Mana obunachilar 13,5 ming so'm 13 ming qilib berilar ekan bugun. Narxlar xudo xolasa bugun bomba bo'ladi-da bugun bozor. Telefon nomer aka. 99 ming. 613 14 42. Aloqa xudo xolasa kim yo'qsa aloqaga chiqib qo'yinglar. Arzonroq qilib berar ekan aloqa chiqsa. Nechi pul bo'libdi aka alangalar? Ular 13 ming so'm. 13 ming so'm. Hammasi 13 ming so'm der ekan. Ta'zir. Ha? Telefon nomerlar aka, qiziqqanlar. 93 4lik. Necha da nomerim yangi, nomer. Bormi? Bormi shurdagi? Qancha berasiz? Izralar nech pul? Ezra 65 mingdan. 65 mingdan. O. 55 ming. Alangalarchi? Alanga 13 mingdan. Kami bor-a? Kami bor. 13 ming so'mdan kami bor. Nechi pul beramiz aka? 12,5 pul beramiz. 12,5 ming so'mdan beramiz. Bu go'zal ekan. Buncha yaxshi. Ezralar aka, Ezra olsa 65 ming, 55 dan qilib berdi. Bularchi? Va 50 ming qilib berdi. Nasi 35 ming. Ha, nechi pul lazım? Narxi 18. Ye? Lazım 18 ming. Yaxshi arzon. Aka telefon nomerlar. 94lik. Aha. 882 86 66. Aloqa chiqib xudo xolasa Shuhrat aka o'ttinchi akalardan biri. O'z nomeringizni qo'yib olyapsiz ekan. Ye aka, hisobdan sa. Bizga ham nima qiling? Bo'ldi aka, aloqa chiqaverasizlar mana. Nechi pul bo'lib ketdi aka, nechi pul bo'lib ketdi? Nazir 18 ming oxir. Nima? Alanga ham lazimmi? Lazim. Lazimlarni 8 ming so'm ketdi obunachilar. 50 osti zo'r chiqarib 50. Behijolat, originali. Abdelkasi emas. Bularchi? Ular oxir 16800 so'm chiqadi. 16 ming. Gurlandi lazim. 16800 so'm xolan gullarni lazim, xudo xolasa. To'qadagilar eski 19 mingdan. Eski 19 ming xudo xolasa. Yaxshi yaxshati katta ekan. Qozoqlar bor. Qozoqlar, qiziqqanlar uchun. Alanga qilish beryapsiz aka alanga. Ozodnikimi? Ha. 10,5 ming so'm qolibdi. Bu lazatmi, lazerlarchi? Lazerlash 19 mingdan. 9 mingdan. Alangani o'zimizni mesli qancha beryapsiz? 12 mingga bordi. 12 ming 12,5 ming yaxshisi. Telefon nomerni aytib bersa bo'ladimi? 93lik. Aha. Sheyimkini aytib. 3 ta 0 47 37. 93 3 ta 0 47 37 Abdurash. Abdurashlar bozorga kelsa ham realni savdo qilish dastlabkasi ham bor deb qo'ygan. 5 kilo dastlabki qilib beraveramiz. Dastlabki qilib beriladi. Qiziqinglar mana alanga hamma yopib cho'ntay. Birinchi qo'l. Birinchi qo'l. Zavodda cho'ntaylaringizda bir 3-4 ming ketasi 10 kilo olsanglar, bu degan 20 ming so'm degan. Aka. O bo'ling. Aka nechi bo'lyapti alanga?
Klientlarga 10 ming, 11 ming, 12 ming. Klientlarga 11 ming, 12 ming. Bular 11 minglarmi? Yo'q, bular 13 ming. 13 ming so'm deyapti. Bularchi? 14 ming, mana ular 12 ming, 10 ming. Lazim. Lazida 20. Kami bor. 19. Telefon deyver aka. 170 70. 94 170 70. aloqa chiqadi. Xudo xolasa Arzonroq beramiz. arzonroq qilib beriladi. Dastlabkasi vodiy bo'lib bor ko'payganga aka 11 ming 2 ming so'm hafsi bekor edi xolos. Bo'shmi? Keling. Assalomu alaykum Dilshod aka, xormi? Xormi aka. Tumonga baraka. Nech bo'lyapti? Bantagan akamiz. Narxlar 11 ming so'm masalan. Ko'ringlar. 11 ming so'm. Вообще arzon edi bo'lyapti bozorlarga. Ular 8,5 mingdan beryapti. 8,5 ming so'm. Avangardlar 8,5. Boqlarchi? 8 ming so'm. Lazillarchi aka ular? Ko'ringlar. Lazlar 19 ming so'm. 19. Kami boradicha ko'payganga. Kami bor. 17 ming so'm. Chamani 17 ming so'm. Hozir olib qo'ysa, to'y qilogani yutadi aka, 4 ming so'm. Alangalar bor mana. 13 mingdan bo'ladi. Zo'ri, kuchli. Aka telefon nomerlar. 99 530 57 10. Aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa ko'payganga dastlabki bor vodiy bo'ylab akara o'ttimchakalarni. Qiziqsanglar mana akalar. Xolasizlar bozorga realni savdo qilaverasizlar. Nech sotilyapti alangalar aka? Alangalar aka 13 ming so'm bo'ladi. 13 ming so'm. Bu haqiqatda 13 ming so'm ekan. Mana obunachilar. Yoqqimizda lakdan yamanglar. Tasdiqlar qilmoqchilar. Mana bozor obzorlar. Nech pul sotilyapti aka? 13 ming so'm. 13 ming so'm. Kami bormi aka? Yo'q, ashtaqa berdik. Ye. Kamini qilaylik. Bor, sizdan aligina bo'lsa ham Telefon nomer aka. 95lik 959 34 90. Aloqa chiqaveradi. Xudo xolasa vodiy bo'ylab dastlabkasi bor. Assalomu alaykum Xormi aka. Charchamasa deysiz. Bo'lyaptimi aka? Nech pul bo'lyapti bular? O'ptim narximi bular sizda? 5 ming, 6 ming, 7 ming. 5 ming, 6 ming, 7 ming. Savdo nech pul? 7 ming. 7 ming so'm. Turib. 7 ming u ham. Xudo xolasa akamizdan o'ptim chakalarda aloqa chiqaverasizlar. Mana. Charchamasdan. Rahmat. Obunachilarga qo'l ko'tarib qo'y. Telefon nomer aka. 88 833 0072. Xudo xolasa vagon bor ekan, telefon qilaverasizlar, yetkazib beradi, asabkasi bor. Ular sotilib ketadi. Qalanga ish beryapsiz, tog'a? Rostdan tog'ayman. Ha, nech pul tog'a? Mana ular 13 ming so'mdan. Aha. Mana 10 ming so'm avangard. Mana ular 12,5 mingdan. Mana o'si 12 ming so'm. 12,5 ming so'm. 12 ming so'm. 13 ming so'm. Xudo xolasa arzon o'zimiz tog'am. Aytaveraman, tezralari ham bor. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Sanaqda hammasi o'zimiz yuk desak bo'ladi. Vodiy nur yuklari bular. Xudo xolasa. Mana. Nech pul tog'a nomerlar aytib qo'ying bo'pti. Xo'p, 50. Aha. 771 29 74. Xudo xolasa bu mahsulot Vodiy nurning mahsulotlar. Bemalol qo'rqmasdan telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. O'zimizdan chiqqan mahsulot. Bemalol tog'amning nomeriga aloqa chiqaverasizlar. Ishonchli. Assalomu alaykum. Tog'a Xormi. Qachamasdan. Bu tog'am ham o'zimni tog'am, realni aytaveraman. Ular yurishlar Vodiy nur yurishlari. Bemalol aloqaga chiqib, telefon qilib aloqaga chiqaveradi. O'zimiz tog'amiz mana oshiga, mang'izga hamma javob beradi. Yurishlar asabli, dezra hamma yo'q bor. Lazim deysan. Tog'am alanga nech pul beryapsiz? Obunachilarimiz o'zimizni kanalimiz obunachilari 11 mingdan 14 ming. 11 mingdan 14 minggacha qilib beryapsiz. 11 ming so'mdan 14 minggacha obunachilar. Lazillarimiz xudo xolasa 19 mingdan 17 minggacha lazillarimiz bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Telefonini aytib ketaman. Tezralar ham bor. Dezralar mana asarti. Xolasizlar ajvoja bo'lasizlar, xolasizlar chetdan olasizlar bozor. Tog'a telefon nomer. Tog'a telefon nomer. 99. Aha. 490 80 10. To'g'risi bu mahsulot Vodiy nuri mahsuloti akalar. Qo'rqmasa telefon qilib aloqaga chiqib, bemalol dezra desam lazini hamma yo'q asatdi. Reklama emas, просто bu o'zim Vodiy nur nimalari.
ishlab shu mahsulotlari. Yozroq ochgan. Konteynerda haqiqatda ko'p bemalol qilib. Aka necha bo'lib ketdi? So'rovni charchamasdan. Alangalar aka 14 ming so'm kamaytirib beryapti. 14 ming so'm alanga kamaydi. Yedirlar bor mana Qoraqaltirim mesniki. 50 ming so'mdan bular. 50 ming so'm kami bor. Kamaytirib beramiz bor. Dastasi zo'r. Dastasi. 30 ming so'm kamiga qilib beryapmiz. Bugun lekin bozor haqiqatdan hayronman. Bugun bozor 6 ming so'mdan. 6 ming so'm sanaqa. Uchi. Ular 50 ming pastga qilib beryapti. 50 ming so'm. Bepardoz bor mana 35 ming so'mdan. O'ta go'zal. O'ta go'zal ekan haqiqatdan. Bozor arzon ekan. Ota-onasiga duo qilish esdan chiqmasin obunachilar. Omillar asal degan akamizda ham akamizdan ishonchli akalardan bemalol kelib savdo qilib olaverasizlar. Telefon nomerlari aka. 99lik Aha. 933 21 Aloqa chiqib duo xolasi akamizda arzon joyga. Ismingiz nima edi aka? Oltinbek desizlar, bozordan hamma topib oladi. Oltinbek ustiga kelib realli savdo qilishaverasizlar aka. Ustiga kelib realli savdo qilaverasizlar. Obunachilar shular bilan video to'xtatamiz. Xudo xolasa videomiz ikki qism bo'ladi. Hozir endi dezaralar videosini xudo xolasa boshlaymiz. Bittadan like bo'lsa esdan chiqmasa obunachilar.